Assalomu alaykum aziz ayollar. Bu videoda men sizlarga hozirgi kunda ayollarimiz orasida afsuski ko'proq uchrayotgan bir kasallik va uni asosiy belgisi haqida aytib beraman. Sog'ligiga befarq bo'lmagan ayollarimizga videoni oxirigacha tomosha qilishlarini maslahat beraman. Afsuski hozirgi vaqtda ayollar orasida bachadon polipi deb nomlangan kasallik ko'proq uchramoqda. Polip kasalligi bu bachadon ichki qavatidan o'sib chiquvchi xavfsiz hosila yoki xavfsiz o'simta hisoblanadi. Bu kasallikni bachadon miomasi bilan adashtirish kerak emas. Kasallikning, ya'ni polipning asosiy belgisi bu bachadondan hayz vaqtida va yoki boshqa vaqtlarda juda ham ko'p miqdorda to'xtatib bo'lmaydigan darajada qon ketishi, qon yo'qotish hisoblanadi va bundan tashqari bachadon qo'q sohasida og'riqlar va yana boshqa noxush holatlar kuzatilishi mumkin. Kasallikni sabablari ko'p va turlicha bo'lishi mumkin. Aynan polip kasalligi haqida kengroq tushuntirilgan videolar YouTube'da juda ham ko'p. Bularni ko'rib o'zingizga kerakli xulosalarni olib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoda men gapirishimdan asosiy maqsad bu kasallik meni yaqin insonimda kuzatilgan va bu bizda juda ham qiyin kechgan. Birinchi marta bu kasallikni biz eshitganimizda juda ham shokka tushib qolganmiz. Bizda chunki bu haqida hech qanday tasavvur va yoki ma'lumot yo'q edi. Hech qachon eshitmagan edik. Shuning uchun ham juda ham biz tushkunlikka tushib qolganmiz. Agarda sizga ham mana shunday tashxis qo'yilgan bo'lsa, maslahatim hech ham tushkunlikka tushmang. Bu kasallikni hozirda oson usullarda tig'siz davolash mumkin. Uni o'lchamiga qarab, o'zingiz uchun yaxshi, ishonarli va o'z ishini ustasi bo'lgan birorta doktorni topib, shifokorni topib, unda davolash ishlarini olib borsangiz, albatta shifosini topasiz. Bu kasallikni asosiy aniqlash usullaridan biri bu vaginal UZI hisoblanadi. Chunki tashqi UZIda har doim ham aniqlab bo'lmaydi. U bachadonning ichki qavatidan o'sib chiqqanligi uchun ham, shuning uchun ham uni vaginal UZIda erta aniqlash imkoni mavjud. Agarda sizda hayz vaqtida juda ham ko'p qon yo'qotish holati kuzatilayotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling va kerakli tekshiruvlardan o'ting. Polip kasalligi asosan klimaks yoshidagi ayollarda ham ko'proq uchrashi mumkin. Meni yaqin insonim ham aynan mana shu kasallik bilan og'riganda, ya'ni belgilar namoyon bo'lganda buni oddiy klimaks deb o'ylagan va klimaks o'tib ketadi. Uni klimaks davrini belgilari deb qaragan. Vaholanki bu polip kasalligini belgisi bo'lib chiqqan, ya'ni juda ham ko'p miqdorda qon yo'qotish vaqti bilan, ya'ni 3-4 oyda bir takrorlanadigan qon yo'qotish bilan namoyon bo'lgan. Agarda sizga polip tashxisi qo'yilsa, hech ham xavotirga, tushkunlikka tushmang. Albatta o'zingizni qo'lga olib, yaxshilab o'ylab, keyingi davolanish choralari qanday bo'lishini shifokoringiz bilan maslahatlashing. Hech ham tushkunlikka tushib yoki qo'rqib biror bir qaror bermang. Avvalo o'zingizni holatingizni yaxshilab oling. YouTube'dan bu haqidagi batafsil tushuntirilgan videolarni tomosha qiling va so'ngra davo usulini tanlang. Agarda sizga shifokor bachadon oldirishni tavsiya qilsa, hech ham bunga shoshilmang. Chunki bachadon oldirish juda ham ko'plab yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keyingi videoda aynan bachadon oldirish qanday yomon oqibatlarga olib kelishi haqida video tayyorlayman. Obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.